Gulbahor opa, bu sohaga qachon, qancha bo'ldi kirib kelganingizga? 4 yil bo'ldi bu sohaga kirib kelganimga. 4 yil oldin man Dubaydan faqatgina applikatsiyalar olib kelib, o'zimiz svadebniy salonimiz bo'lardi o'shanda. Yonimdagi atrofdagi qizlarga sotib ko'rganman. Bu juda udachniy bo'lgan. Keyin yana Dubayga ketib, shunda men metrajniy qo'l ishlarini olib kelganman va har borib olib kelganimda ya просто влюблялась. Judayam sevib qolardim bu matolarni. Yanada chiroylilarini olib kelishga harakat qilardim. Keyinchalik o'zimni bir joyim bo'lishi kerak degan fikr bo'ldi. Chunki men kichkina internet magazinim bo'lardi, o'shda savdo qilardim. Keyin kichkina bo'lsa ham o'zimning do'konim bo'lsin degan fikrda ipodromda kichkina o'zimning do'konim bo'lardi. U yerda 3 yil ishladim. 3 yil davomida judayam ko'p kuchli o'zim bilan ishlaydigan mijozlar oqimini yaratdim deb o'ylayman. Hozirda bizni ipodromda o'zimiz showroomimiz bor. Sizlarning barchalaringizni showroomimizda kutib qolamiz.